Muhim narsani hozir o'rtaga tashladik. Eplamachi bo'lib ketdik. Mashina mo'ka qildirasan, ko'zing ko'radigan joyinglar atib tozalab beradi. Ko'zing ko'rmaydigan joyiga nima qilmaydi? Qarab ham qo'ymaydi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Motor yuldirasan, ko'zing ko'radigan joy ko'rinadi. Unda engizsang tayda yog'lamas turgan bo'ladi. Endi shuna qilib topgan puli bilan bu baraka topamidi? Ustalar, hozir devorga shoplanadigan zamon bo'lib qoldi. Rahim qilinglar klientlarga. Bilasiz, yengilroq varianti bor. Faqat ozgina mehnat qilasiz, aytmaysiz. Mana qilib bering deysiz. Bilasiz, o'zidan chiqqan yog'och yoki materialni ishlatish mumkin, lekin nima qilmaysiz? Hadi, aka bersin deysiz. Kelinglar, shu klientni ozgina foydasini o'ylab qo'yaylik-da. Baraka topamiz, tushuninglar. Birodarlar, qilayotgan ishimizda mutaxassis bo'laylik. Alloh ko'rib turib qilaylik-da. Ko'rasizlar barakot qanaqa kelishligini.